Azbek aka, bu nima jarayon endi? Biz bu hozir chip qadayapmiz. Oldin bu narsalar bo'lmagan, endi hozir takomillashyapti. Nima uchun kerak bu chip? Shu molni aniqlash uchun, endi misol haligi nomeri, boshqasi, misol mana bu shprisimiz ichida ko'rsatishim mumkin. O'ta mayda narsa bo'ladi. Buni teri ostiga yuborib qo'yiladi. Tushunarli. Mana. Aha. Shu chip. Umuman olganda mana juda mayda narsa bu. Shu teri orasida turadi. Molda toki o'sha qarib, Bu endi nima, kasal bo'lsa, biror narsa bo'lsami? Yo'q, bu aniqlashga degani xolos molni. Qayerda turganligi nima? Yo'q, umuman o'sha kimligi bu. Kompyuterga kirgizib qo'yasizlar. Kompyuterga kirgizib qo'yiladi, ha. Qani? Lekin videodan ham chiqamadimi? Hop. Mana teri orasiga. Uramiz. Bo'ldi. Ana. Tamommi? Chip o'rnatildimi? Chip o'rnatildi. Endi bu maxsus apparatimiz. Skanner oqtarishga qo'yamiz. Mana bu nomer. Mana bu nomerlarga to'g'ri keladi mana. O'xtay. Tushunarli. Qachonki mana keyin oldingilari ham shu holatda bo'lgan. Qachonki mol bizga kimligini aniqlash kerak bo'lsa, nomerini skanerga qo'yamiz. Bu bunda yo'q ekan. Mana shuni uzib ko'rasan. Endi qo'yiladi. Mana shundan uzib ko'rasiz. Yo'q, unda yo'q. Bular